2020-yilda ishlab chiqarilgan Nexia so'ragan azizlarimiz uchun 70 ming probegda yaxshi holatda kraskasi. Kraskasi top toza, absolutni. Hozir bir qator qarab ham chiqamiz. Demak, 70 ming yurgan benzinda mashina holatini hozir bitta ko'rsatamiz, keyin shunga qarab narxi bilan nomerlarni aytamiz. Keling. Balon holatlari ham yaxshi. İçlarini bitta oling qani. YouTube, Instagram, Telegram hammasi. Tamam. Arkasına bitta ko'rsating. Qo'limdan qochib ketar ekan. Yaxshi minilgan ekan mashina. Gayinikida akamga yo'qdi. Chiroyli minilgan ekan. Demak, bu mashinani 85 million so'm oxiri deb turgandilar. Yana kelib yonlarida gaplashsa nimalardir o'tib beradilar. O'zi 90 million so'm so'rayotgan ekanlar, 85 bo'lsa beraman degandilar. Endi kelib ko'rib savdo qilasizlar.